Assalomu alaykum aka. Ya so'rash baqasini uchrashmi? Hammasi yaxshimichilar? Abror Murodov akajon? Ha, Abror. Ha, Murodov olsun. Rozi bo'ling, baraka toping. Mana shu odamlar shu savob qilaman qancha qilyapti buni. Hani xayrlatgan ukamiz Rasul akam o'g'li bor-ku. Shu olib yurdi, xolis meni aytmaydi dedi. Ha, tanisi bari duo qildirdim, ertalab bomdotsa. Qarasam sizlar yetib keldingiz. Xudoga baraka, Xudo barakasini bersin. Rahmat sizga. Yordingiz mashti. Ko'p ishlarni qilyapsiz. Santiq ishlarni, kirani almashtirib, to'g'ratxona ko'rdik. Duoda bo'lsangiz. Albatta. Rahmat. Ana tanish ochliq kamtar insonlar ko'p sizga o'xshagan. Alloh rozi o'tgan buvalar, duolaringizni ruxsat qilsin. Qilayotgan ishlaringiz oldiga dastig'on, boshqa sabab bo'lsin. Sizga insonlar ko'paversin, mana shunaqa xolis xizmat qiladilar. Rahmat. Kamchilik yo'qmi akajon? Yo'q, hammasi bor. Mana shu ko'rinib turibsiz qana? Bular yaxshi bo'ldi, yengil bo'ldi. Ana yog' falan yuvganda mana shu to'g'ritxona yuvsa yaxshi bo'lmaydi-da. Chetda yuvishni sovuq qilib, sovuq bilan qilib berasiz o'zingiz-a? Tanishsa rozi bo'ling akajon. Muzo olsa estalib, navaralaringiz ko'rganda xursand bo'lib, odam shunaqa ekan desa nasib etsin. Mana shu Alloh ajrini o'zi bersin. Allohning baytini kim obod qilsa, ikki dunyosini obod qiladigan Alloh taolo. Umringiz uzoq bo'lsin. Xalqimizga ming rahmat. E'tiborchi rahmat. Xo'p. Mana Xiborat tumani Yangiqal'a mahalla joylashgan Dada Muhammad Xoliflar jome masjidimizda Ramazon muborak bo'lsin. Mana 19-kunlar turibmiz og'acha. Mana Ramazon muborak bo'lsin. Ramazon oylarida ikkinchi 10 kunda turibmizda, birinchi kunlar rahmat kunida bo'ldi, ikkinchisi mag'firat kunida Alloh taolo gunohlarni mag'firat qilsin. Xudo tayinli sog' bo'lsin, hammalar umringiz uzoq bo'lsin. E'tibor uchun ming rahmat. Mana fitr sadaqasini miqdori quyidagicha belgilangan. Kilo buğday o'rnida 20 ming so'm, mana 4 kilo arpadan 16 ming so'm, zakoti nisbatga yetgan boylardan 2 kilogram mayizdan 10 ming so'm, 4 kilo xurmodan 80 ming so'm, fidya miqdori 50 ming so'm. Marhamat, mana har kim o'z imkonidan qarab ushbu 4 mahsulotni xohlagan biri uning qiymatini fitr sadaqasini niyati berishi mumkin. Niyatini Alloh qabul etsin, ihsonni qabul etib Alloh taolo ajrini bersin, bemorlarga shifo bersin. O'tgan Alloh rahmat, tiriklarni salomat qilib, tayinli sog', e'tiborli uchun ming rahmat.